Bu la'natlangan Lucky Block'ning 3-qismi, xuddi sizlar so'ragandek. Va bugun biz juda ko'p ishlar qilmoqchimiz. Uy qurish va Ender Dragon'ni ham savalab kelish kerak 3-4 marta. To'g'rimi qishloqi? Yo'q, sen menga aytmaganding nima qilishimizni yaramas? Nima farqi bor? Endi bilib olding. Xo'sh do'stlar, o'tgan videoda men sizlarga uzun izoh yozishni aytgandim va sizlar buni qildingiz. Mana g'olib, kirib obuna bo'lib qo'ying. Video ostida esa uni kanalga havola bo'ladi. Do'stlar, mana bu portalni oxirigacha tugatishimiz kerak. Juda ham oz qolgan. Keyin yana orolni ham tuzatish kerak, portalni ham sal surish kerak, to'g'rimi qishloqi? Mana bularni ham almashtirish kerak, yurishga noqulay bo'lyapti. Qishloqi, o'zingda bor Ender marvartlarni hammasini menga ber. Qiziq, bizga yetarmikan? Ha, 4 ta. Menimcha yetib qolsa kerak, yetmasa yana tushadi. Negadir bu portalni qurish oson bo'lmaydigandek tuyulyapti. Bir balo qilib quramizda, muhimi tosh generatorini qaytadan tuzatish kerak. Qishloqi, senga vazifa mana shu tosh generatorni ham butun orolni boshqatdan chiroyli qilib qurasan. Tushundingmi? Necha marta aytish kerak, men senga buyruq beradigan xizmatkoring emasman. Mana bularni sindirib tur, varokani qo'yib ola, yana bittasidir. Shunga kalla qo'yyapsan. Lavani olib tur, undan ko'ra mana shu varokani ham qo'yishga qo'ymaysan, Bu bloksindir. Mayli, o'zim qilaman. Mana tayyor. Endi lavani boshqatdan qo'y. Endi hamma tosh varokaga tushadi. Xullas qishloqi, men uyni boshqatdan qurishni boshladim. Birinchi navbatda devorni qurib olamiz, qiynalib bo'lsa ham, keyin esa eshik uchun joyni qilish kerak. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Olmos topirsa, hech balo qilib bo'lmayapti. Oyna o'rniga esa mana bunday chambarak. Arti, mana bunga yordam berib bor. Ana qishloqqa nima bu yerda ancha zo'r qilibsan-ku, chiroylikkina bo'pti. Ha, faqat bir narsaga tushunmayapman. Lavani shu blokka qo'yish kerakmi, negadir tosh bu yerda paydo bo'lyapti. Qara. Sen mana bu blokni sindir, hammasi yaxshi bo'ladi. Yoki yana bir marta sindir. Bo'ldi, qishloqqa shunga ham aqling yetmadi. Aqlim yetdi, shunchaki seni ishlatib kelib qoldi-da. Hammayli, nima to'xtagandik? Eshik va bu yerga bir gala blok kerak. Qishloqqa o'zgina bloklaringni olib turaman. Bulardan esa albatta yarimtaliklarni yasab olamiz, chunki bunaqasi ko'proqqa yetadi. Tayyor. Necha blokli bo'lyapti bu yer? 1, 2, 3, 4, 5. Aynan yetarli. Uy quryapsanmi? Mayli, xalaqit bermay quraver. Hamma devorlar tayyor. Endi biz tom qurishimiz kerak. Yo'q, oldin oynalarni quraylik. Mana bu yerga bitta oyna va bu tarafga ham ikkita. Yo'q, ikkita negadir o'rtasida bo'lmadi. Perfeksionistlar uchun tom esa pol blokdan bo'ladi. Yarimtalikligini sababi esa albatta tejash uchun. Tom ham tayyor. Endi esa bizga daraxt kerak. Xo'sh, daraxt tugagan-ku. Menimcha Nezerga borib kelishimizga to'g'ri keladi. Daraxtlar sizlar menga keraksizlar. Menimcha stak olsam yetsa kerak. Mana bu yerda ko'p pala ekan. Bebalo nimani to'shaydi bu? Nima? Amal. Cho'chqa, sen men bilan urushmaysanmi? Oltin kiyib kelish esimdan chiqibdi. Tayyor. Yana bittasi kelyapti, yana bittasi. Qochamiz. Va qo'qqisdan zarba beramiz. Ikkitamisizlar. O'ldim. Yugurish kerak. Har qanday tushunarsiz holatlarda o'zingni bloklarga o'rab tashlash kerak. Doim yordam beradi. O'lay dedim men senga. Mana senga. Senisiga ham. Bu yerga oltin kiyib kelish kerak edi. Mayli, bularni qoqdim. Stak daraxt yana bitta. Mayli. 64 ta va men bu yerdan kelaman. Umid qilamanki boshqa qaytib kelmayman. Menga shunchasi yetadi, do'stlar. Endi esa biz mana bularni bu yerga qo'yib chiqamiz. Xuddi tushunganingizdek, bu uy xuddi meni qishlog'imdagidek bo'lyapti. Bu meni eski qishloqdagi uyim, faqat Nezerning uslubida. Qanday? Menimcha mana bularni nazoratga almashtirsak ancha chiroyli bo'ladi. Har bitta burchakka va tayyor. Mana bularni ham qo'yib chiqish kerak. Va tugadi. Yana yasab kelamiz. Bu safar aniq yetadi. Tayyor. Juda ham chiroyli chiqdi. Norvonni qizili yo'q ekan-ku, bizga shunaqasi ham bo'laveradi, to'g'rimi? Menga yana bitta jun kerak. Hozir o'zimizga va qishloqiga qanaqa o'zimiz va qishloqqa mayli, ikkita yotoq tayyor. Qishloqqa qayerdan paydo bo'lib qolding? Bizga pechka kerak bo'ladi. Pechkalarni bu yerga va qayerga? Mayli, mana bu yerga va bu yerga. Ko'proq qo'yish kerak. Ko'proq pechka kerak bizga. To'g'rimi qishloqqa? Mayli do'stlar, qishloqqa uxlab qolibdi. Unda sekingina qilamiz. Bularni esa bu burchakka qo'yib qo'ysam bitta yo'q, chiroyli bo'lmayapti. Mayli, bo'lmasam verstaklar bu yerga ham bunday pechkalarning joyini almashtirish kerak. Faqat qishloqni to'rg'izib yubormaylik, yotoq yo'qligiga turib uxlab qopti bechora.
Bo'ldi, bu yoqqa ham ozgina detallar qo'shamiz va tayyor. Uy menimcha ajoyib chiqdi do'stlar. Agar sizlar ham shunday deb o'ylasangiz like bosing. Qishloqqa turdingmi? Uyga bir baho ber. Qanday chiqdi? Bir nima deyish qiyin. Qizil rang odamni jahldor qiladi. Balki menga qandaydir achivka berishdi. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Minecraftda shunaqa achivka borligini eslay olmayman qishloqqa. Sal orqaroqda boshqatdan quramiz. Va bizga paqir kerak bo'ladi lavani olish uchun. Lavani esa bu yerga qo'yib qo'yamiz. Samon esa bu yerga. Portal boshqatdan yonadi endi. Biron yil essiz kamon bilan yonmaydi-da. Arti biz hali Ender Dragon'ni ham o'ldirishimiz kerak esingda bo'lsa. Ha, qishloqqa esimda. Hozir videoning eng qiziqarli joyi boshlanadi do'stlar. Chunki biz Lucky Block'dan portalni romkalarini olishga harakat qilamiz. Olg'a. Umid qilamanki oxirgisi tezroq tushadi. Qishloqqa kuchim qolmadi. Hech bo'lmasa shu safar xato qilmading. Mar portalni sen yoq. Shunday sharafli ishni men qilaman. Tayyor. Ender Dragon bilan jangga bor Arti. Men senga ishonaman. Yo'q, yaramas. Mayli, bu yoqqa tayyorlanib borish kerak. Qishloqqa bo'ldi, men boryapman. Ajdar meni kut. To'xtanglar, blok olish esdan chiqibdi. Endi olg'a. Ajdar, men seni kristallaringni bitta portlataman. Mana senga. O'ylay dedim. Oltin olmani yeb olish vaqti keldi shekilli. Qishloqqa sen ham shu yerlardansan? Ha, o'ralgan kristallarni sindirdim. Yaxshi qishloqqa, men tepadagilarni sindiryapman. Bunisi ham ketdi, yana qaysi biri? Menimcha shu oxirgi kristal. Tegmadi, yana bitta va qiyshiqmami, yana bitta. Bo'ldi, tayyor qishloq. Yo'q. Suvli paqir olish kerak edi yoki endirjam chiqamayli. Bu safar o'ylasan. Qishloqqa o'tyapsanmi, o'taver, men ham qo'shilib o'taman. Nega boshlarga beri zarbalari ta'sir qilmayapti? Yo'q, menda endirjam chiqib bor. Men uddalayman. Kalla qo'ydim. Darslarim yo'qolmagan deb umid qilaman. Yo'q, yo'qolmabdi. Ajdar bachcha senga hali ko'rsatib qo'yaman kim bu yerda zo'rligini. Yo'q, meni hozir o'ldirishadi. Va. Ajdarni negadir yo'q, bu safar o'lsam aniq bo'laman. Va ko'rdinglarmi? Promaster, Demaster, Like Master hammasi men. Ajdar, senga emas meni o'ldirish. Hozir seni shunaqa kamondan otib tashlayman. Negadir qilichdan berilgan zarbalar umuman jonini olmayapti bu yaramasni. Ha, meni ham birorta zarba o'tgani yo'q. Mayli, kamondan qo'rqamiz shekilli. Yaramas Ajdar ustimga tupurdi. Yaramas. Nega bu paytda o'tirganida hozir o'lmadim-ey. Buni ham yeb olamiz shekilli. Ajdar, sen tamomsan. Ketib qoldi. Qishloqqa kamondan o'ldiramiz shekilli. Negadir qilich umuman jon olmayapti bu yaramasga. Bu Ender Dragon bu Lucky Block'da juda ham kuchli-mi yoki qilichlarga tupurib qo'ygani bormi? Yana ustimga tupuradi, yaramas. Qo'yapti. Otamiz. Yo, endi o'q ta'sir qilmayapti. Nimaga otib borasan endi oldiga kelganda? O'l. Nimaga o'lmaydi bu? O'lsaychi. Bu safar ham uddalayman. Ko'rdinglarmi? O'sha bunaqa narsalar meni endi o'ldira olmaydi. Kamondan yeb qol, Ajdar. Nega qimirlayveradi? Birorta o'qim tegmayapti. O'zim tegdim, lekin mana shu Ajdarga tega olmadim. Oltin olmadan boshqa o'qatim ham qolgani yo'q. Buni qanday o'ldiraman men hozir? Qo'nyapti, yana bir bor qilichdan urishga harakat qilaychi. O'lib qolar, nega tegmayapti qaranglar. Bunaqasi menda birinchi marta bo'lishi. Yana otib yoradi. Uddalayman va uddaladim har doimgidek. Bo'l qishloq, sen ham kamondan o'tyapsanmi yoki men bir o'zim jang qilyapman bu yaramas bilan? Sabni buzma, men ham o'ldira olmay, tekis olmay o'tiribman. Pushta narsalar bilan tupurish meni stilim edi, yaramas o'g'irlabdi. Ajdar bo'lmay ket. Qishloqqa ozgina joyi qoldi, ozgina. Yana 3-4 ta kamonni o'qi va tamom bo'ladi. Bu yoqqa kel, yaramas, sen o'limdan qocha olmaysan. Mendan ham qocha olmaysan. Men axir o'limman, bu degani qocha olmaysan. Xullas, va nihoyat bu kalta kesakni o'ldirdik qishloqqa. Oltin olmalarim ham tugadi, lekin Ajdar ham tugadi. To'g'rimi qishloqqa? Men bu Lucky Block'ni davomini olmayman. Men ham agar 30 mingta like bo'lmasa, davomi yo'q. 30 mingta kallang joydan buncha like yig'ishda iloji yo'q. Qoch qishloq, qoch. Qoch Yaramas.
Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Mana shu Lucky Blockni yutishga bizga necha kun vaqt ketdi? Taxminimcha 30 kun bo'lsa kerak. Aslida esa 1 kun. Nima? Unda men Amerika prezidentiman. Qara Arti, Fox, qara. Hozir men mashqda paydo bo'laman. Yamanaman, paydo bo'l. Bo'l. Nega paydo bo'lmayapman? Yaramaz.